Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Xitayning ayollarni nishon qilgan tordagi yerginishlik qilmishlari o'tirg'i chiqdi. Angliya tashqi ishlar ministrligining yangi bosh ministri Angliya bilan Xitoyning urush holatida ekanligini, hukumatlarni mustabidlikning har qanday turini yengishga chaqirganligini aytdi. Mutaxassislar Amerika hukumatining Nyu-York shahrida bayqalgan Xitoy soqchixonasini tekshirib aniqlab chiqishini talab qildi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitoyning ayollarni nishon qilgan tordagi yerginishlik qilmishlari o'tirg'i chiqdi. Avstraliya Kengash palata a'zosi James Patterson 7 noyabr kuni tor betida e'lon qilgan axborot bayonotida Avstraliyaliklar Xitoy Kompartiyasining yosh ayollarga va liberal demokratlarga ziyon solish uchun ijtimoiy axborotni qurol o'rnida qo'llanganligini bayqaganda hayron qilishi va andishalanishi mumkin. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot instituti tarafidan hazırlangan doklad tajovuzchi Xitoy Kompartiyasining O'rta Osiyo pushtidan bo'lgan ayollarga qarata torda elib borgan jinsiy tuhmat qilishdek yerginishlik qabiy parakanchilik selish faoliyatini oshkorladi. Dunyoning eng chong texnik zo'magari bo'lgan Xitoyning markaziy erkin demokratik davlatlardagi qiliplashgan usullaridan foydalanib, tadqiqotchilar, jurnalistlar va faoliyatchilarni qo'rqitish, majburlash va jimiq turishga bo'lmaydi. İjtimoiy taratqush shirkatlari o'zlarining qoidasiga xiloflik qilgan bu saxta qilmishga qarshi turish uchun texnik ko'p ishlarni qilishi kerak. Buningga siyosiy rahbarlikmi talab qilinadi. Biz hozir ijtimoiy taratqularning erkin demokratik davlatlarga buzg'unchilik qilish uchun qurollanganligiga oid nurg'un voqealarni ko'rdik. Agar hukumat bu masalani hal qilmasa, bizning demokratik organlarimiz biz duch kelgan ig'ir strategiyalik xirislarga taqobil turishimiz uchun yordam qilishda har vaqtdagidan texnik kuchli bo'lishga ehtiyoj bo'lganimizda kerakdan chiqadi deyildi. Angliya tashqi ishlar ministrligining yangi bosh ministri Angliya bilan Xitoyning urush holatida ekanligini, hukumatlarni mustabidlikning har qanday turini yengishga chaqirganligini aytdi. Pochta gazetining 3 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar ministrligining yangi bosh ministri Alisa Keys Xitoy terror davlatiga o'xshash qiliq qilyotdi. Terroristga o'xshash muomala qiladigan davlatdan davlatga o'xshash muomala qiladigan terroristga markazlashdik. Reallik shuki, xohlamasak Xitoy bilan kurash holatida turyapmiz. Bizning qilib bo'lolmagan ishimiz sistemamizning chidamliqligini o'stirish dedi. Payshanba kuni Keys xonim davlat ishlari kotibi James Cleverty'ga bir maktub avatib, Xitoy diplomatlarining oldingi oyda Manchesterdagi konsulxonada demokratiyani qo'llaydigan Hong Kong namoyishchilariga hujum qilgandan keyin bundaq bir hujumning Angliyada yuz berganligini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirib, hukumatning kuchlik inkas qaytarishini talab qildi. Tashqi ishlar komiteti hozir hukumatga g'aljirlashganlarni xohlamagan xalq deb e'lon qilish uchun besim ishlatdi. Voqeaning diplomatik munosabatga aloqador xalqaro kelishimnomaga xiloflik qilganligini asos qilib, davlatni tark etishga buyurilishi kerakligini aytdi. Hatto yana Xitoyning Angliyadagi soqchixonasining qonuniy asosga tayanib ishlaydigan ishlamaydiganligi, Beijingning aralashish darajasi va qanday tadbir qo'llanadiganligi to'g'risida qo'shimcha uchurlar talab qilingan. Xitoy ko'chman fuqarolarni ovlash va ularni qora chaplab yurtiga qaytarish bilan ayblangan Kompartiyaga chetishliq soqchixonadan Londonni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylarida 54 ni qurgan. Mutaxassislar Amerika hukumatining Nyu-York shahrida bayqalgan Xitoy soqchixonasini tekshirib aniqlab chiqishini talab qildi. Kundalik chaqirg'uchi xabar fondining 5 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, inson haqlari bexatarlik qo'g'duvchilarining sentabrdagi dokladida aytilishicha, 2022 yili Xitoy Kompartiyasi dunyodagi 100 dan ortiq shaharda maxfiy soqchi punkt qurgan bo'lib, chet eldagi Xitoylarni qo'rqitish va parakandichilik selish harakatini qanot yaydirgan. Nyu-Yorkdagi Amerika Changli jamiyati ichidagi Xitoy shaharchisi ommaviy tashkiloti davomli turda qonunning sirtida harakat qilyotdi. Cho'qim taqilishi kerak. Xitoy axborotining aytishicha, jiddiy ahvol telefon nomeri bo'yicha chet el 110 deb atalgan bu soqchixonalar chet eldagi Xitoylarning shopirlik kinishkisini elishiga, uqishmasliklarning aniq bo'lmagan qiyin masalalarning hal qilinishiga yordam beradiganmish. Bexatarlik qo'g'duvchilarining so'ziga qaraganda, ular yana qo'rqitish, qora chaplash va majburiy qo'lga olish orqali Xitoy Kompartiyasidan qochib yurgan shaxslarga qarata chet el ish tashlash harakati olib boradi ekan.
Tajovuzchi Xitoy hukumati bu harakatlarning zararli chekimlik atkazchiligi va telegraf aldamchiligiga zarba berishni maqsad qilganligini aytib turib olgan. Amerikadagi millat vakillari va muhim shaxslar Amerika tuprog'ida chet elliklarning qonun ijro qilishiga yo'l qo'ymasligi kerakligini, Bayden hukumatidan ruxsat qilishdagi javobgarlikni talab qiladiganligini, boshqa davlatlar bilan bu haqda hamkorlashadiganligini aytdi. Bexatarlik qo'g'dug'uchilari doklad e'lon qilingandan keyin bir qancha davlat ogohlantirish signalini berdi. Ba'zilari soqchixonaga qarata rasmiy tekshirishni e'lon qildi. Yana ba'zilari soqchi idorasidan harakatni darhol to'xtatishni talab qildi. Irlandiya vaqt gezitining xabariga qaraganda, Irlandiya tunji bo'lib 10 oyning 8 kuni Xitoy soqchixonalarini tekshirishga chaqirgan va 27 oktyabr taqashni buyurgan. Ko'plagan taraflarning xabariga qaraganda, Ispaniya, Gollandiya, Portugaliya, Kanada va Germaniya hukumatlari orqa-orqadan harakatga o'tgan. Gollandiya va Amerika buningga ergishib, seshanba kuni rasmiy harakatga o'tadiganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Nyu-Yorkdagi Xitoy soqchixonasini tekshirishni boshlaydigan yoki boshlamaydiganligi to'g'risidagi kundalik chaqirg'uchi fondining savoliga javob bermagan. Xitoy elchixonasi, Nyu-York shaharlik Xitoy konsulxonasi, Amerika Changli, Federatsiya tekshirish idorasi, Adliya ministrligi, Nyu-York soqchi idorasi va bir qancha Nyu-York Federatsiya parlament a'zolari kundalik chaqirg'uchi fondining bu talabiga inkos qaytarmagan. Bizning xor bo'lishimiz va irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizning asosli sababi bizning junguliq bo'lmasligimizdir. Biz hech qachon junguliq emas. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari besib olgan. Biz hayotli qolsak, bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bizni tezdan yo'q qilishni planlagan. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaroga ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaroga ta'til tushuntirib, Sharq Turkistonni Xinjiang deb atayotdi. Xalqaroni Sharq Turkistonni Xitoyning bir parchasi deb aldayotidu. Xalqarama aldinib buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyotdi va aralasha olmayotdi. Aralashganlarmi tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, inson haqlari dafsanchiliklari nuqtasidan aralashyotdi. Ammo Xitoy bunimi e'tirof qilmay, yanala bizni terrorchi, bo'lgunchi va diniy oshqun qalpoqlari bilan qaralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharq Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasida emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizning kapolatga ega bo'la olmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi ofat bo'lganligini tushuntirishimiz lozim. Buni qilish uchun sirtdagi butun Sharq Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaroga mushu shaklda tushuntirish orqali hem o'zimizga hem xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Bu ishni siyosiy bidiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi, chunki ular biz uchun emas, o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bidiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. Abturi Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Abdulahad Nur. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünanlar için köp rahmet. Keler kıtımlık programımız görüşükçe Allah'a emanet bolgaysızlar.